Assalomu alaykum azizlar. Hammaga kun xayrli bo'lsin. Sog' omonmisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Hammani hayit ayyomlari muborak bo'lsin. Hayitlarda yaxshi kutib oldilaringmi? Qurbon hayitlarda Allohning yo'liga ihson qilganlarda ihsonlari qabul bo'lsin. Nimaiki yaxshi niyatlar qilgan bo'lsak, orzularimizga erishtirsin Allohim. Farzandlarimizni, nabiralarimizni umriga, rizqiga, ko'p qatoriga baraka bersin. Nima desa bo'ladi? Hammamiz sog' salomat, yaxshi kunlarda shunday g'oyibona ko'rishlikni, didor g'animat ko'rishlikni Alloh nasib qilgan bo'lsin. Bugun biz dala hovliga keldik. O'zi 3 kundan beri sherdamiz. Bugun yana kelgan edik. Kesak kranlarga suv berilgan. Voy, Allohga shukr deb suvlarni to'ldiryapmiz. Basenni, mana bu hovuzni, bakalashkalarni, nimamiz bo'lsa, kurushkagacha, bakalashkagacha hammasini to'ldirib qo'yamiz. Zaxirani kelayotgan issiqlar yaqin. Bahorimiz juda fayzli, barokatli bo'ldi. Xudoga shukr. Bugun men sizlar bilan birga yana kashbo yasashga qaror qildim, yaqinlarim. Hozir birgalikda boshqa nimadan, mana bunda sementdan qilgan edim. Toshimiz, keyin perchatkamiz. Sizlarga ko'rsatay, bu perchatkani o'tgan marta ham ishlatgan edim. Keyin hozir mana bu. Keyin mana bu basenimizga kileyimiz bor edi. O'shandan qilmoqchiman. Endi qanaqa chiqadi bilmayman. Bu narsani hozir birinchi qilishim. Solamiz-a qancha? Soling-chi. Xo'jayinim kulyaptilar. Qilmagan ishi shu qoluvdi. Nimagadir bilmadim, o'rtoqlar. Mana shu ishlar juda yoqayapti-da menga. Dam olyapman. Xo'jayinim hayron. Nima qilyapsan deb mana bu kashfolarimni birinchi aytgan edilar. Keyin ko'rib qolib, voy, zo'r narsa ekan-ku deb qoluvdilar. Hozir endi yana kashfo yasayman desam, indamay turibdilar. Suvmi? Mana bu endi qorishga erkaklarning kuchi yetmasa, biz ojizalar ojizmiz. Mana shu. Lekin juda quyuq, suyuq bo'lib ketmasin. Agar kimdir qilmoqchi bo'lsa, qiziqish bildirsa, chunki mana bu nimani qolipni ustiga qo'yganda, mana bu toshlarga qilmoqchiman. Qo'yganda oqib ketar ekanda. O'tgan marta shunaqa bo'ldi. Mana mastani tayyorlab oldik. Xo'jayinim tayyorlab berdilar. Juda qotib qoldi ham. Juda suyuq bo'lsa ham turmaydi-da nimani ustiga, qolipimizni ustiga. Mana bunday qilib toshlarimga nima qilib oldim? Kilonka qo'ydim, chunki olishimiz oson bo'ladi. Bunga qo'ydim. Hozir mana bunga ham qo'yaman kilonka. Hozir keyin yana ko'rsataman qanaqa qo'yganimni. Mana shunday qilib ustiga qo'yib, ustini tekislasalaring o'zi pastga yoyilib, pastga tushib ketaveradi-da. Mana pastga tushib ketaveradi. Boyasi suyuq bo'libdi. Mana bu tarafdan qo'yingchi yana. Bu tarafdan. Bu safariga xo'jayinim yordam beryaptilar. Keling, mana shu yerga qo'yingchi. Bo'ldi. Kulolchi bo'lib ketmasa yaxshi edi. Yo'q, oqib ketyapti-da. To'xtangchi. Bu tarafga. Qo'y, ozgina.
mana ikkinchisini boshladik. Bismillahirrohmanirrohim deb. Mana shunaqa shakl qilib ustiga qo'yaverasizlar-da o'zi. Hozir ko'rsatib beray sizlarga. Mana shunaqa qilib qo'yasizlar. Asosda urib ustidan bunday qilib tekislaganlarincha o'zi mana bu yonidagilari yoyilib pastga tushaveradi-da. O'zi qolib paydo bo'laveradi. Unisini ham qilib qo'ydik, salgina suvi qochsin, yana ustiga tashiyman dedim. Hozir uni yana yoyamiz. Hadi achilkani himoya qilmasak, mana o'zi pastga qo'ysalaring, mana ursalaring o'zi yonlaridan chiqib, o'zi chiroyli figuraga kiradi. Biz bunga yana qo'shimcha sement bilan qum soldik. Hozir suyuq bo'lib ketdi, turmadi. Mana shu yetib qoladi. Mana o'zi ursalaring pastga tushib, shu oqib mana shu bo'ladi. Hozir ozginadan keyin yana buni shakl beramiz. Hammasini qo'yib bo'ldik. Mana. Endi qurishini kutamiz. Suv ketishga teshik ham qilib qo'ydim. Endi kutamiz. Bunisi qanaqa chiqar ekan? Yana g'oyibona ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, qilib ko'ringlar, eksperiment qilib. Sog' omon bo'linglar.